Hamma kollagen deyishadi, lekin kollagenni uy sharoitida qilish mumkinligini bilarmidingiz? Buning uchun biz tuyoqlarni olamiz, pishiramiz va xolodez qilamiz va xolodezni 2-3 oy davomida har kuni yeyishimiz kerak. 1 oylik porsiya agar bunaqani har kuni yeyishdan charchasangiz, to'ysangiz, lekin sochlaringiz, teringiz tortilgan, chiroyli bo'lishini xohlasangiz, ayollar va erkaklar, sizlar mana bunaqa beauty kollagen ichsalaring bo'ladi. Siz bu teringiz, sochingiz, tirnoqlaringiz mustahkam bo'lishi uchun yordam beradi. Ichida peptid говяжьего коллагена, как раз mana говядинamiz, tuyoqlar mana говяжий kollagen. Halol sertifikatiga ega. Agar sizni teringiz chiroyli va kuchga to'lgan bo'lishini o'zingiz xohlasangiz, to har kuni ertalab ovqatdan oldin mana shunaqa beauty kollagenni ichib olsangiz, ham ayollar ham erkaklar, teringiz juda ham chiroyli, sifatli, tarrang bo'ladi, ranglaringiz tiniq bo'ladi, hamda sochlaringiz, tirnoqlaringiz, teringiz juda ham yaxshi ko'rinishda bo'ladi.